Aziz do'stlar, bugun yana Angren safardamiz. Yangiobod tog'laridamiz. Yangiobod tog'lari bilasiz, o'sha Tian Shan tog' tizmalarining bir bo'lagi hisoblanadi. Bu Angren tog'larining eng baland nuqtasi. Shu olimlarda aytishicha 3200 metrdan oshar ekan, 3300 metr ayrim joylari. Biz dengiz sathidan taxminan 2 kilometr balandlikda turibmiz. Yuqori bosim bor baribir. Bahor oyining so'nggi kunlari bo'lganligi uchunmi, havo harorati ham biroz yuqori. Agar havo salqin bo'lganda yanada teparoqqa chiqardik. Bu yoqda sharshara bor. O'sha sharsharaga qarab chiqmoqchi bo'ldik, lekin kun biroz harorat yuqori, issiq. Shu hansirab qoldi, yurak qandaydir o'ynab qoldi. Ham davlina yuqori, bosim yuqori. Asosiysi musaffo havo. Daryoning o'sha soydan keladigan suvning toshlarga urilgan go'zal bir shovqini bor. Mana bu yerda esa archa, qadimiy archalar. Bu yerda bitta narsaga e'tibor berdim. Toshlar qarang, bir qizil rangda ekan, qadimiyroq toshlar. O'sha deylik, o'zimizning tog'larda ne qadar qadimiy ekaniga va mana bunday temir nimalari ham bor. Bu yerda ma'lumki, pastda kon bo'lgan. Hozir ishlamaydi kon. Shuning uchun temir bo'laklari ko'p bu yerda. Ravochlar ham tugagan ekan. Faqat tepa joylarda, qorli joylarda saqlanib qolgan deyishdi. Bu yoqgacha tabiiyki bu domlalar bilan, ustozlar bilan kelganmiz, universitetimiz professorlar bilan, ular chiqish olmaydi. Lola ham tugagan, lolalar ham tugagan ekan. Mayli, davom etamiz. Xudo xolasa keyingi yil yana kelishlik nasib qilsin. Muhimi tog'ga kelib, mana shunday archadan chiqadigan toza havolardan, umuman giyohlardan keladigan toza havodan nafas olib, yuragimiz uchun quvvat bo'ladigan bir manbaga ega bo'lib ketyapmiz. Jonajon vatanimizga ko'z tegmasin, doimo shunday tinch bo'lsin. Tinch kunlarda, xursandchilikda, ota-onalarimiz sog' salomatligida kelib, yayrab, kulib ketishlik barchamizga nasib aylasin. Sog' bo'linglar.